Ikkinchi darajali konsumentning biomassasi 150 kilogrammga ortgan degan. Umumiy biomassasi kilogrammni aniqlaydi. Ekolog piramidada o'simlik, chigirtka, kaltakesak, lochin bor. O'simlik produsent, chigirtka birinchi tartib konsument, kaltakesak ikkinchi tartib konsument, lochin uchinchi tartib konsument bo'ladi. Bizda ikkinchi darajali konsument 150 kilogramm bo'lsa, kaltakesak 150 bo'lsa, kaltakesakda esa lochin 15 ga semiradi. 150 kilogramm semirish uchun 1500 kilogramm chigirtkani yegan bo'lish kerak. Chigirtka esa 15000 kilogramm o'simlik yegan bo'lish kerak. Bizda umumiy biomassa deyapti. 15000, 1500, 150, 15 qo'shadigan bo'lsa, 16665 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 40-savol. O'sha g'o'za, chivin, kaltakesak, lochin berilgan g'o'za produsent, chigirtka birinchi tartib konsument, kaltakesak ikkinchi tartib konsument, lochin uchinchi tartib konsument. Bizda noma'lum bo'lgani uchun kilogrammi oxiridan x qo'ysak 10x, 100x, 1000x. Bizda ikkinchi va uchinchi darajali konsumentning massasi ikkinchisi kaltakesak 10x edi, lochin x edi. Ikkalasi yig'indisi 132 degan. 11x 132, 132 ni 11 ga bo'lsak 12 bo'ladi. 12 gram lochin, kilogramm 120 kilogramm kaltakesak, 1200 kilogramm chigirtka, 12000 kilogramm o'simlik bo'ladi. Produsent so'ralganligi uchun 12000 kilogramm bo'ladi. Javob D variant. O'sha masalada birinchi va uchinchi darajali konsument toping. Birinchi darajali konsument 12000 edi. Uchinchisi 12 bo'ladi. Qo'shsak 12012 bo'ladi. Javob A variant bo'ladi. 42 ga birinchi va uchinchi darajali konsument toping deyapti. Birinchi darajali konsument chigirtka edi 1200, uchinchi darajali konsumentimiz lochin edi. Ikkalasini qo'shsak. Demak, farqi degan ekan. Demak, 1 bilan 3 ning farqi 1200 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak, 1188 bo'ladi. 41 ga yig'indisi degan, bunisi farqi degan. Javob D variant bo'ladi. Kirishda esa umumiy biomassa 12000, 1200, 120, 12 bilan qo'shsak 13332 bo'ladi. Javob B variant.